Salom do'stlar, yana men o'sha Behruzbek. Hop, men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Albatta qishloqqani deyotgan bo'lsangiz, mana bu soyga shunday o'tsak qishloq ko'rinadi albatta do'stlar. Bu mening qasrim. Agar xohlasangiz men Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Hop do'stlar, qani bo'lmasa uxlaymiz. Hop, mana uyqudan ham turdik. Minecraftga xush kelibsiz degan yozuvlar chiqdi. Bashakda hushyor bo'lamiz do'stlar. Bu qasrimni men juda ham ko'p tuzoqlar bilan qaranglar. Juda ko'p tuzoq. Shuning uchun do'stlar, bu tuzoqlarda albatta ehtiyot bo'ling. Zombiga o'xshab qo'ydi xolos. Biz kaltakdi. Mengacha yetib kelmadi. Sal qoldi do'stlar. Bosam. Men o'qlarni oldim do'stlar. Tuzog'imdan va Berbekka menda potionlar bor ko'pgina. Hop. Menda satishchi bo'xshaydi. Mana shu yerda mana bu deydi. Mana. Mazza do'stlar, sizlar ham albatta bundan sotib oling. Ne olaman ne? Sudrayım qishloqda paydo bo'ldi. Qishlog'imda paydo bo'ldi. Qishlog'im, yana qishloq do'stlar, ko'rgan bo'lsangiz, mana bu mening uyim. Men hozir uyga o'tsam buni git qizib olib keldi. Negadir Minecraft qatyapti. Negadir netoda nima? Hop do'stlar, mayli bunga e'tibor bermang. Hop. Bugun biz shu qasrda yashayapmiz. Tosh qaziyman, toshdan foyda ko'p. Tosh qaziyman ham. Deymi shu joylarga qaranglar, boylik ko'pgina. Lekin hozir mana shuni o'qib olgaylik. Zaryatkasi bor. Bunday qilib quvvatli, bas quvvatli darsga o'qib qo'ysak. Minecraftga qaytadan kiradi tezroq. Hop, mana kirib oldik Minecraftga. Hop, men nima qilmoqchi edim? Men sizlarga boyligimni qarang meni, boylik. Deymi shu joyda. Buni o'taverdim. Kechgacha joyda. Hop. Devorga yopishtirib qo'ydim men. Zo'rmi? Seni ko'rsin. Mana qolibdi. Devorga yopishtirib qo'yaymi?
Osmanlı açıp oturup yok amamını menga kerak emas o'zi. Qasrni baylab bir joyga qo'yib qo'yaman. O'sha tursak qayerda nima qilyapti mana bu? Hop do'stlar, tosh qazib ketgan edim men. Toshli chaka menga yoqmaydi, shuning uchun nima biz kambag'almidik biznikimizcha qolamiz. Mana buni jolos qo'yaman, buni ishlatib olganmiz do'stlar va biz temir chakasi olamiz. Hop do'stlar, men o'zgardim. Chunki tomog'imni og'ish qoldi. Yana nima yer qanday o'zgardi deb o'ylamanglar, tomog'im og'ish qoldi xolos do'stlar. Mana shuni o'qib hop do'stlar, endi men mana bu yerga shton yasab qo'yishim kerak, shton. Mana yetarli narsa bu. Shtonni ham oldik. 7 ta qoldi. Menga temir juda kerakli narsa-yu temir. Hop. Ana, chiroyli qilib qo'ydik buni ham. O'zimda ham bor, mana do'stlar, o'zimda ham borki. Hali kirgizib qo'yaylik. Hop, chirkalar oldik. Mana buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Bu xavfli narsa, xavfsiz. Va bashida durbin bor, o'shani olamiz buni. Bu bilan biz zo'rday toshlarni yaqinda olib olamiz. Ko'ramiz. Toshni qidiramiz, qasrimizni tepasiga chiqib do'stlar. Hop, qani ketdik. Qasrimizni tepasiga chiqib olsak, o'zi toshlar ham bo'lib qoladi. Hoppa. Qani. Mana tarzda bor ekan tosh. Toshlarga bor ekan tosh. Tosh borligi albatta yaxshi. Chunki tosh bilan biz ancha ko'p narsa olamiz. Qishloqqa balashganda bor. Qishloqqa balashda ko'rlayga qishloqda. Endi hozir bizga mana shu jo'jacha menga yoqmayapti. Ya tuxum qo'ydi. Mana 3 ta tuxum berdi menga. Nimaga chiqyapti mening hayolim? Kuch bilan skol. Baba qishloqda xabar olib kelacağım va hop qishloqda hamma yoq yaxshi. Uy, ko'bak jon. O'zi ko'p ekan bu qishloqda.
hozirgi qayg'imni oldida ko'mir juda ko'p edi. Hammasi qazib oldi. Uyga tig'masi ko'mir deb. Nimagadir kecham tushyapti-da cho'ti. Boshqa botamni tushyapti. Unga olmasdan shatda damni olaveraymi ekan. Ayni to'g'ri quyosh botib toshlar qazib olamiz. Tosh qazib olamiz. Rahmat. Balkondan chiqmasdan. Oyam chiqdi. Qalmosan. Lava qo'yamiz edi shattara qilamiz boshqa. Mayda yo'q qo'yib topib Xullayapman. Uyqudan turdim do'stlar. Uyqudan turdim men. Temirchilik qilishyapti, ahmoqlar. Birga ikki bo'lishyapti. Dada quloqlar. Mana senga, mana menga. Oddiy qishloqning kuchi yetdimi degan edi bu qishloq. Yo. Do'stlar shunday yo'lishi mumkinmi? Sizdan bilamidingizmi? Endi buni quyda temirchi o'ldi. Hay bejardi. O'ldirmaganmi ham emasdi, boshqa qishloqlar yo'q do'stlar. Abi yashab qololmasdi chunki yonayotgan edi, o'lardi. Tosh. Do'stlar, videoda shu yerda yakunlaymiz. Videoga ajratilgan vaqt ham tugadi do'stlar. Albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Yangi yilgacha 100 ta bo'lishimiz kerak do'stlar. Lekin hali ham biz 6 taligimizcha turibmiz. Shunaqada shu kanalimni yangi ochsang, umuman hech kim senga obuna bo'lmaydi. Videolarni ko'rib yuradi, lekin video ko'p bechora bola yangi kanal ochibdi deb hech kim obuna tugmasini bosib qo'ymaydi.
Yangi kanalga hech kim, lekin hamma ko'rib chiqaveradi videoyini. Ha, bo'pti do'stlar. Vijdoningizga havola yog'ib bo'pti do'stlar.